Assalomu alaykum. Salom. Mana yana bitta 12 metrli 3 xonali uyimiz tayyor bo'ldi. Kirasizlar. O'ng qo'lda ikkita xona bor. Bitta oshxona, bitta spalni, chap qo'lda bitta spalni bor. Bu spalnimiz eni 220, uzunligi 350. Eshiklar, derazani mana qo'yib beringlar dedi. Mana bu koridor 96 ga 220. Mana bu yerda sanuzel. Shu bilan rakabina bo'ladi. Bitas, mana bu yerda ariston bo'ladi. Mana bu chap qo'limizda kohna. Mana bu kohna koridorni qiladi. Yetishga bor. Kirasizlar, bu yerda ham 220 ga 3 metrli spalnimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Bataryalarni qo'yib berganmiz.